Barchalarni muassasamizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sizni bizni chorlagan, albatta mana yangi yil ayyomi kelayotgan yil barchamizga muborak bo'lsin. Ushallarga orzularimiz keyingi yilda ushalishiga tilakdoshmiz. Aynidan bayram tadbirimizni ochib berish uchun, qolaversa siz aziz mehmonlarni tabriklash uchun davramizga muassasamiz rahbari Suyundiyev Farhodjon Azamovich hamda Jamshidjon sizni ham taklif etamiz. Keling marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hamkasblar, qarindoshlarim. O'zimiz ertaga tomosha qilish kerakku, bo'lmasa so'zga chiqarishib olishdi. Mayli. Yaxshi tilaklarimiz sizlar uchun hamisha xonadonlaringda xursandchiliklar bo'lsin. Yangi yilga yaxshi niyatlar bilan mana Xudo bo'lsa qadam bosyapmiz. Jamoaga omad. Har doimgidek mana go'zal, chiroyli, yaxshi kayfiyatda konsert boshlashdi. O'quvchilarga omad, yangi yil, yangi zafarlar, yangi yutuqlar tilaymiz. Hamisha xonadonlaringizda xursandchiliklar bo'lsin. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Rahmat sizlarga. Shuni qo'llab turinglar ertagimizga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ota-onalar, hurmatli o'quvchilarimiz. Mana Xudo xolasa 2025-yilga kuzatib, Xudo xolasa 2026-yilga kirib kelamiz. Men o'ylaymanki, faqat maktabimiz tizimida emas, butun shu O'zbekistonimizda 2025-yil juda bir barakotli, bir yaxshi yil keldi deb o'ylayman. Shuni endi yana so'rab qolamizki, 2026-yilda shu erishilmagan yutuqlarimizni birgalikda jamoalarimiz bilan qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar birgalikda erishishimiz hammamizga nasib bo'lsin. Shunday ekan, ko'p gapirmaymiz, ertagimiz Xudo xolasa boshlaymiz. O'quvchilarimizni qo'llab-quvvatlab, bayramlik tarbiyada hech kimni tark etmasdan qolib yana bir marta demak, bayramni chin qalbdan tabriklaymiz. Sog' bo'lasizlar, xush kelibsizlar.